Akalarim assalomu alaykum hammaga. Jizzax Osiyo mashina bozoridan yana nasib bo'lsa videolarni boshlaymiz. Bir ikkita akalarim Nexia 1 dan qo'ying ko'proq aka, Nexia 1, Nexia 2 bizga qiziq bo'lyapti. Unaqa mashinaga pulimiz yetmayapti deyishuvdi. Voy akalar, xudo xolasa mana bundan beri boshlandi. O'tgan hafta hech kim bilmay qoldi, ya'ni haftadan keyin chiqdi menimcha yangilik, ya'ni mashinalarga, GM mashinalarga 15% skidka, ya'ni naqd pulda to'lasangiz 15% pulini sizdan skidka qilib berishadi. Xo'p, endi bilmadim bu hafta nima bo'ladi. Bu hafta ham nimadir yangilik bo'lsin. Oldin rasochka o'chirdi, rasochkadan keyin sira o'zi 2 hafta o'tmasdan bunaqa vaziyat bo'ldi. Bu hafta ham nimadir bo'lsin akalar, bu hafta ham. O'tgan hafta mashina olganlarga sabr tilaymiz. Bu hafta olayotganlarga bilmadim men, bu hafta odamlar sal o'ylab qolsa kerak. Nasib bo'lsa akalar bosib olavering, chunki yaxshilik kunga olyapsiz hammasini. Bugun xudo xolasa Gentra, Cobalt, Malibu Damas'dan o tarafdan Nexia'dan обязательно xudo xolasa kursdamiz. Xo'p, soatimiz 8 bo'ldi. Nasib bo'lsa qo'ldan kelgancha vaqtimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha kursdashga harakat qilamiz. O'sha gap sizlar likecha bilan podishka qilsalar ham qolgani bo'laveradi. Nimadir aytmoqchi edim sizga, Ha, aytgancha. Ana bu rasmlarni chiqarganmiz, yana ham agar adashmasam, topsam rasmini qayergadir chiqarib qo'yaman sizga. Ana u bor. O'sha nech pul to'lov qilinishi, ko'chadan mashina olsangiz nech pul ana GMP qilishlarga yoki da aformit qilishgacha nech pul ketadi, salonni olsangiz nech pul ketadi degan joyi bu. O'shani ham xudo xolasa qo'yib harakat qilamiz. Xo'p, qo'ldan kelgancha vaqtimiz yetgancha ketdik akalar. 15% skitkasi bo'lgan yangi pachka Cobaltlarni ham 145 million, 146 million plus minus endi olishyapti. Siz salondan yangi mashina olsangiz nima bo'ladi? Misol uchun skitka bo'lyapti-ku. 15 million skitka yoki masalan 15% skitka bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 165 millionlik mashina olsangiz, shu 18-20 milliongacha skitka bo'lib qoladi menimcha, plus minus endi hisoblaysizlar. Zato tekinga gaz qo'yasiz. 4 ta ballonni yangilaysiz. Shumkachani qilasiz. 7 saplis chexol folgarni ham qo'yasiz menimcha. Qo'g'irchoq mashina bo'ladi. Endi bundan beri aka faqat salonni olib mashinani minish davri xudo xolasa keldi. Boshladik, nasib bo'lsa, ketdik. O'sha gap sizlar like bosasizlar, bundan keyingi videoga, ya'ni reklamaga rozi bo'lasizlar. Chunki reklama bizning tirikchiligimiz bo'ladi. Salomat bo'linglar, ketdik. Konkida uchish oson emas, lekin Rossiyadan o'yga pul yuborish juda oson. Buning uchun esa Tezda ilovasini yuklab oling va Rossiyadan O'zbekistonga eng yuqori kursda pul yuboring. Hoziroq ilovani quyidagi link orqali yoki Play Market va App Store'dan yuklab oling. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga yuqori kursda pul o'tkazmalar. Tezda siz uchun yaratilgan ilova. Usul znash bu bo'ymat anlashuradi bunga. Chunki turbolar faqat propan o'qiydi deyshadi-ku. Xo'p akalarim, assalomu alaykum, yana bir marta boshladik ha. Bestun T55 rosa ko'zlarini o'rganib qo'ygan. Bu T33 bo'ladi. T33 variant. Egalarining aytishi bo'yicha 1.2 akalar motor. Kraskasi toza, yurish-turishdan muammosi yo'q. Ukami, dadam dedingizmi, bovom dedingizmi? Bavasi. Bavalarimni yurishyar ekan, endi iloji yo'q, sotishga olib chiqibdi. Parladi qarang. Kraskasi ideal top toza. Bestun 1.2 atmosferniy motor bo'ladi. Yurish-turish ishi yo'q. Mana sizga orqadan ko'rinishi Bestunda. Aka bagajim ancha katta bo'lsa kerak buni. Bagajini ham ochib ko'raylik qani. Bismillah. Mana T33 ko'chada ko'ramiz, endi ara-sirada o'zimizga ham bir uchrab qoladi bular. 55 ni ko'rdik, lekin 55 ancha yaxshigina edi. Xo'p, endi bari hammasi puliga yarasha, katta kichikga yarasha bo'ladi-ku. Lekin buni ham orqa uyda chakka emas akalar. Mana sizga. Xo'p, saloniga o'tamiz. Salonni ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Kojinli sidenlar, menimcha bu 3-paklinasi, ya'ni 3-pozitsiyasi bo'lsa kerak. Sababi tepada lyuklari bor, boshqasi bor. Bilasizlar-ku, bizda bari avtomat bu lyuki bo'lsa 3-pozitsiya bo'ladi. Ana sizga ishlar, obshipkalari. Aka xudo xolasa kraskasi toza duri-ya. Kraskasi toza, super salon akalar. Endi bari samasa o'tganimizdek. Xo'sh, endi nimasini ko'rsatay sizga. Avtomat. Start stoplarimiz bor. Mana bir rushnigimiz bor, ya'ni elektronli. Xo'p, nimasi yana bu yerda? Bu yerda kerak narsalari, anaqalar bor. Zaryadka qilayotganlarimiz multirullar. Probegi 59548, 60000 kilometr deng. Ana boring 60000. Tepada lyuklarigacha bor xudo xolasa. Aka, ayting endi buni narxini. Nima deymiz? 13000 deymiz. 13000. Kelishamiz endi. O'tib beradigan joyi bor. Qarang. Dokumentdan muammo yo'q xudo xolasa, gen aformat deganda любой dokument berilaveradi. Muammosi yo'q. Xo'p. 13000 akalar kelishlayotgan joy bor. Hali bozor endi boshlandi. Soatimiz 8 bo'ldi. Birinchi mashinamiz syomkasi mana shundan bo'ldi. So'rasam aka yo'q, hech kim qilgan yo'q. Birato'la birinchi bozorga olib chiqdi. Hech kimga aytganimiz yo'q deyishdi. Mana sizga balolar. Bir gap. Pul yetmay qolayotgan joy bo'ladi. Misol uchun ana boring 12000 ga kelishdingizmi? Misol bilmayman nech pulga kelishdingiz. Bir pulini bir 2000 ga, 1.5 ming yetmay qoldi.
Bir oygacha qarab turishga mumkin bu. Ha, bir oyga qarab turadi. Bo'ladi, bir oygacha qarab turadi. Keyin pen akalar muammosi yo'q. Kelasiz, любой proverka bilan tekshirib ko'rib, gapishaverasizlar. Nomeringiz. 93lik 216 81 71. Telefon qilasizlar. Xo'sh, Navbahor Ulyanovliklar bormi akalar? Navbahor Ulyanovda Malibu chiqibdi, ko'ringlar. Avolasi o'zlaringni o'tmasin akalar. Xo'p, bozorda sotilib qolsa bozorda ketdi, bozorda sotilmasa, xudo xolisa, internetda bor akalar. Yerdan ham ko'rasangiz bo'laveradi bemalol. Aka 2013. Shunaqami? 2013 da akalar ikkinchi pozitsiyasi. Motorda muammosi yo'q. Yurish turish hammasi yaxshi. Mashinamiz metanda ekan. Yashang. Ana sizga toza durayim kraskani? Kraska top toza. Ana sizga orqadan ko'rinishi. Xo'sh, Malibu so'raganga. Menimcha metan bari 100 talik. Necha yillardir oldin Malibuga gaz qo'ydim desa, pas degan prikollar chiqib turadi akalar. Mana sizga balonlari. Bu taraf salonlari. Probek 221 ming. Mexanika salonlari tipada lyuklarigacha bor akalar nasib bo'lsa. Malibu so'raganlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Jizzaxda Malibu bir nech pul deganlarga eda Kia Kabish bor. Mana bu yerda pachka Cobalt ham bor. Uni ham ko'rsataman. Pachka emas, menimcha ozroq yurgan. Nima deymiz aka? 110 million kam bor. 110 million. Assalomu alaykum. Boya aka yaxshimisiz? Nima aka qo'ydik-ku? Qo'ydim. 110 million. 10 million kelishamiz. Kelishamiz. 2013 ikkinchi pozitsiya tipasida lyuk mexanika kraskasi tozda 221 ming yurgan Malibu 110 million so'm yana kelish ekan joyi bor. Formatga sotiladi. Promo format qilishim. Assalomu alaykum. Promo format qilsa qiynalib qoladi-ku akajonim. Ko'radi. O'zingiz nomingizdami? Yo'q. Ha, siz ham Bom nomida. bo'ldi aka, game beravringlar. Ana Yo'q, nomerni yechish kerak. Boshqa Cobaltga taqiladi-da. Cobaltga taqalmaysiz kerak bu nomerda. Nimaga taqilmaydi? Sizniki emasda bu 700 ming nomer. Yo'q, egasi taqadi. Farqi yo'q, egasi taqalmaysiz. Auksionda bo'lgan. Farqi yo'q, hozir hech kim emas. 3 ta 7 ham hech kim emas. Yechasiz yana qaytadan sotib olasiz. Nima farq bor xullas? Короче, Gendi ham o'ylab ko'rayotgan joyi bor ekan sizdan. Ha, bu 5-6 oyga iloji bor. Ana. Ko'ringlar qiziqqanlar gazini Yangi yilgacha. savol javob o'zing qilasizlar. Nomeringiz aka. 93lik 93 297 297 89 89 00. 00 qancha qildi? Bir 90 qilishdimi? Ha, qildi. Nima bermadingiz? O'tgan qildi. Yaxshi qilibdi-ku. Mana aka. Moshinga javobda. Aka, Mashina yaxshi moshin. Ha, maishatni demayman deng. Telefon qilasizlar, ovoz. Nomer ayting. Aytdik-ku. Yana bir ayting. 93 297 297 89 89 00. 00. 3 tur qilingan. Xo'p, 2013-yil akalar Captiva bor. Captiva so'raganlarga davom etamiz. Voy, o'tgan safar Captiva qo'y dedingiz, bitta Captiva, ikkita Captiva. Buni o'tgan safar qo'yganmiz, uni qo'ymaymiz bu safar. Ha, yerda 3 ta yetti bor. Uni ham nasib bo'lsa, egalar rozi bo'lsa, nasib bo'lsa quramiz. Xo'p, kraskasini so'raganlarga eshigida mana shu yerda qirilgan jo'jasi bor ekan. Bu tarafda bir qarish, bu tarafda bir qarish bo'ldi. Qolgan любой proverka, любой so'z bilan kelib, bexijolat ko'raverasizlar. O'sha gap. Aka, nimada bu? Metan propan? Propanda nasib bo'lsa. Mashinamiz propanda. Mana sizga orqadan ko'rinishi. Captiva so'raganlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Aytganimizdek, 3-pozitsiya, 4-pozitsiya qilingan. Salonlarni ko'ring, mana sizga. Salonlari ham akkuratni turibdi. Yurish turishidan, dokumentidan muammo yo'q. Aka, любой dokument beraveramiz a? Gen oformat qiziq emas akalar, любой dokument. Xo'sh, ichlari, bilasizlar, hamma mana shu yerga qarashadi. Mana bu yerlarni sal ketib lekin hozir probegiga bir qaraymiz. Qancha bo'ldi aka probeg? 154 mingmi? 154 ming halol o'ziniki deyishyapti. Ya'ni o'sha gap ustingiz bilan kelib ko'rib olaverasizlar. Avtomat korobkaligini yana bir eslatib o'tamiz. Rahmat. 112 bo'lsa beramiz. Taqilgani. Hozir sanasa 110 million. 110 millionga akalar oxiri bugunga debdilar. Qarachi, bugunga degan gap bir haftaga o'tadi bizga. Sababini aytaymi, montajimiz bor, qo'yishimiz bor o'sha gap. Telefon qilib 110 ga. Endi yana ham bilmadim. Bilamasiz, bundan ham arzon o'g'izlar. Yili qancha oldimi? Ha? Yili. 13 yili. Barter bu? 3 tur qilingan, olaveramiz. Barter. Nima mashina? Farqi yo'q. Hozir aytib takan 20 dan tippa bo'lsa, Gentra bo'lsa, Cobalt bo'lsa olaveramiz. 20 dan tippasi. 20 dan pastiga 19 ham bo'laveradi, qarang, sharoitga qarab. Puliga qarab, kelishiga qarab, sharoitga qarab 19, 20 u tarafi akalar ketaveradi, Cobalt yoki Gentra bo'lsa, barterga imkon bor. Nomeringizni ayting. 91. 91 564 564 0015. 0015. Necha dediz aka? 20. O'zingizga o'xshatmang. Video qilsam mayli, agar rozi bo'lsangiz. 20, kraskasi toza. Qanchaga bo'ldi so'mda? 117 million. 117 million. Aka, o'tiravering. Bitta o'tirib oling, bitta o'tiring. Bitta o'tirib olamiz, qo'shib turing. 117 millionga akalar barakasi. Ustida bir pas turdik, hangamasini eshitdik. 116, 117 yaxshilik kunga minyapman deb akam bosib yubordilar. Aka, 54 mingmi?
Voydod, bunda qani qidirib yurganlar qancha? Hozir Gentra olaman deganlarga bitta maslahat akalar, shu 100 mingdan kam yurganini qidiringlar. Mana 2020 117 millionga. Olgan odamga, sotgan odamga barakasini bersin. Ultra Pro Max Tracker degan joydan deng. Xo'p, akalar davom etamiz. Tracker so'raganlarga 20 tur. Shunaqamidi? 20 tur. Ishi yo'q. Ishi yo'q. Toza. Kraskasi ham toza, o'zi ham toza. Stikergacha bor, xudo xolasa. Tonirovkasigacha. Tonirovkalarigacha ruxsatlari bor, xudo xolasa. Propanda deysizmi akam? Propanda. Tracker Premier Plus degan joydan akalar. Qo'yinglar, qiziqqanlar savol javobini qilib, akani o'zi bilan gaplashib olaverasizlar. Boy aka, oching endi. Uxlab qo'yibsiz. Kalt ichida qoldimi? Plan qo'yganda Tracker akalar, tracker so'raganlarga kojinni tepada lyuklari bor, avtomatlikni aytdik. 65366 kilometr yurgan mashinamiz. Aka, xudo xolasa, o'sha gap, dokumentdan muammosi yo'q-a? yo'q. Narxini ayting. 15,5. 15,5 ming kelishamiz yana ham. So'rab ketdimi? So'rayapti. Bermaganingiz qancha? 15,300. Bular turbo, ha, motor, adashmasam. Turboman. 15,300 ga bermadi. 500 so'raysiz. 15,500 so'radingiz. 300 ga bermadi. 300 ga bermadingiz. 200 ku yaxshi naqd o'zi. Endi shunga hisobimiz chiqyapti-da. Ha, o'zingiz hisob kitobi shunga. Yo'q, aytgan hisob kitobi bermaysiz-ku. Yetmagan nima bo'ladi, masalan ayting. Sunnatiga o'tib beramiz. O'tib beradigan joyi bor. Siz ana odamlaringiz bor-ku, nima dedi Instagramda? Obunachilarimiz. Obunachilaringiz. YouTube'ga ham Instagramga ketyapti lekin. Ha, YouTube, Instagram. Ko'ringlar akalar, qiziqqanlar savol javob qilasizlar. Hozir bu bo'lishib yurishga ham beryapti-da. Yetmaganiga qarab turasizmi? Ha, qarang. Yetmaganiga qarab turish mumkin bor. Gen format qizimiz. Nomeringiz? 90 90 180 180 99 91. 99 91 akaga aloqa qilib qo'yasizlar. 21 60 ming yurgan akalar Gentra. Mexanik avtomat? Mexanik. Toza nasib. Toza akalar mashinamiz. Mana sizga orqadan ko'rinishi. Ana o'sha mashhur gap bor-ku, orqaga o'tirmagan, zapaska tushmagan degan gaplar bor o'shandan. Zapaska tushmagandan bunisi. Mana shu yerda Nexus savdosi bo'lyapti. Ulgursak o'shani xudo xolasa olamiz. Bismillah. Ketdik akalar, davom etamiz. O'zini sidenlari turibdi akalar, mexanika, abagrifflarimiz bor, nasib bo'lsa, bismillah. 67 ming yurgan aka. Xalastoy qo'yish shuni, rushni tortilgan. Aka 67 ming akana. Narxini ayting, faqat so'mda aytasiz. 108 kelishamiz. 21. 108 million 21. 100 ming gapiramiz, tamam. Yo'q. Yomon narx so'ramadim. Men bir to'lasi 100 so'radim, odamga o'sha 90 so'ramadim. Qancha qilib ketishdi realni? 100 ga berman. Nasiyasi bormi? Qancha? Yo'q, naqdga. Aka naqdga 100 so'rga bermadim debdilar. Ha, bermadi. Realnimi? Misol uchun yonda turibsiz ko'rdingiz-a? Bermadi. 100 so'rga yo'q akalar. O'sha gap, savol javobni qilasizlar, kutish bor-a, bir oygacha. Mayli. Gen format qiziq emas. Gen format qiziq emas akalar, ustida gaplashasizlar. Nomeringiz? 93 93 297 297 0770. 0770 aloqaga chiqasizlar. Assalomu alaykum. Boy aka, o'zingiz ko'rinmaysiz. Bosoring gazini. Qo'rqmang aka, qo'lingiz tushadi. Mana o'zimiz olmay qo'ydik, mashina nomerini ham olmay qo'ydik. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Nima deysiz? Bolalar o'rtoqlarni tema qoradi. Yo'q. Nima qildingiz? Nech pul so'radingiz? Videoga tushish olmas aka. Yo'q aka, bemalol aka, bosoring gazini. Ana sizga. Xo'p, Nexus savdosi o'tir. Nomerlarni tushirmaymiz akam aytgandek. Avtomat. Bo'ldi, bexijolat aka. Avtomat korobka probegini bir qarab o'tamiz. 94800 qancha yurgan mashinamiz. Ana sizga. Antradari bor, registrator ko'rinmadi. Boy aka nech pul so'radingiz? 8000. 8100. 8100. 22.94 ming. Qancha Kraska toza. Qancha Bor qoldi? aka deyapman, oranjdan qolmadi deyapman. Endi akaman qo'shib shuncha. Qo'shdi, yana ko'p qolmadi oramiz. Unaqa kitadigandan qiladi. 20 necha dedingiz? 22. Barakasini bersin. 8122 kraskasi top toza. Bilmadim, olgan odamga sotgan odamga barakasi bersin. Lekin shikarat narxi 8100. Agar bu bozor sotilmasa, keyingi bozor yana tashib boradi. Barakasini bersin. Xo'p. Kia so'raganlarga akalar Kialardan davom etamiz. Kia Optima bo'ladi bu. Xo'p, mashinamiz bu 2 motor bo'ladi akalar. Keling, ko'ring, ustida gaplashamiz. Qolgan savol javobni. Inamarka bilasizlar. Ana o'sha Epikalar bilan tarashib yurgan vaqtda bularda Malibu chiqsinda deymiz-ku, Malibu bir chiqqandan keyin ko'p mashinalar o'zi ko'payib ketdi. Chunki Malibugacha mashinalarni unaqa chiqarmasdan turuvdi GM, bilasizlar o'zi aynan. Sedanlarni ko'ramiz. Hozir probegini qarab o'tamiz. Bismillah, 440 ming probeg bo'lgan. Avtomat korobka. Mana dokument shunikimi? 2008 yengil sedan akalar. Xo'p, gazga hamma narsasiga dokumentlari bor, oq rangi. Ahmedov Shavkat aka bo'ldi. Dokumentlarda muammosi yo'q, xudo xolasa. Aka, GMP beraveramiz-a? Tepasida lyuklari bor. Ko'ring.
Mana tushlar maza bo'ladi uni. Xo'p, registratorlar ham beriladi. Penjigarlarimiz bor mashinada. Nimada aka metan propan? Metanda. Ya, mayli shart emas. Qancha yuryapti просто tak aytsangiz bo'ldi. 180. Probegi 180 ming yuryapti. Metanda bitta zapravkada. 100 talikmi? 90 talik. 90 talik. Kraska qayerda? Kreski mayapti. Aha, yana. Oldida pitnosi bor. Oldida pitnosi bor. Qayerda? Mana bu yerda kraskachasi mana shu o'zini holati turibdi. Oldi qayerda? Bu pitma qilsa. A ko'rsatingda qayerda? Qaysi biri o'sha? Mana. Mana bilim. Kapot shunam. Ha. Abi toshcha teganimi? Ha bo'ldi. Bo'ldi bu hisob emas, ana sizga. Narxini ayting. Narxi shu 6300 ga bermadi, 6,5 ming. Realni 6300 bermadingiz. Qani akam? Aka 6300 bermadilaring. 6,5 ming deb chiroyli qilib beramiz. Va hozir 6300 bermadim dedilar akam. Yo bu Chota hisob kitob to'g'ri kelmayapti-da. Bu bilmayman qayerda Chota hisob kitob to'g'ri kelmayapti-da. 6,5 ming kelishdi. 6,5 dan kelishamiz. Aha, yetmaganigacha. Bir oygacha. Yetmaganiga qarab. Keyin format qiziq emas. Nima qilib ketdi? Realni 5,5 mingga so'radim. Toshkentga olib chiqqan, Toshkentda bilmadim nima qilgan. Qancha qildi Toshkent? Bu bozorga endi birinchi chiqishi. Shotaman sizga, abizingga keyin ishongim kelmay qolyapti-da. Mana shu 6 mingga shikalat narxda bu. Endi bilaman siz ham sal qimmat sotgingiz keladi, olgan odam arzon olgingiz keladi. Barter yo'q-a? Yo'q, Barter yo'q. Akalar o'zi Kia Optima, lekin zo'r variant. Avtomat korobka temvoli. Hozirgi Gentralardan bosib yuboring. Hozirgi Gentralardan o'lsa o'lay ortalagan bor-ku, shoning. Yana ham bilmadim endi Gentrachilar o'zi mani har narsaga solishi mumkin, yo'q bilmadim. Ma'qul lekin mana shu inomarka bo'ladi. Nomeringizni aytasiz. 97 97 524 524 11 11. Nomerlarga aloqa qilishda savol javobni o'zlaring qilasizlar. O'sha gap ustida savol javob bo'ladi. Salomat bo'linglar. Akrillar bu taraf kapotga orqasida pitnosi. Krilo kapot, u taraf orqada pitno bor. Qolgani yaxshi. O'zingiz turasiz. Nima shu? 19 dedingizmi? 18mi? 18. 62 millionmi? 62 millionga Nexia 3 yana ham o'tib berayotgan joyi bor. 55 largacha gaplasalar ham bo'lsa kerak akalar, yana ham bilmadim. Endi ana 55 millionga Nexia 2 olganingizdan ko'ra Nexia 3 olganingiz ma'qul, yana ham bilmadim. Endi kraskasi bor akalar, tushunarli-ku. Kraskasi bor. Kraskasini tekshirtirasizlar baribir. Oldi kapoti bilan kirlosa deyishdi, taraf orqada pitno bor deyishdi. Bismillah. Mexanika variant bo'ladi. Nexia 3 ni hozirgi vrema akalar olishlari mumkin. Shu 70 millionga 2020 sini olishlari mumkin bo'ladi. Endi u ham kamdan kam chiqib qolardi. Endi bilmadim, narxni tashlagandan keyin bu hozir ancha tashib qo'yish kerak. Probeg qancha? Ya bo'ldi. Kalti yo'q aka. Kalti yo'q ekan, shuning uchun so'radim. 210 ming probeg. Qiziqqanlar qo'shimcha savol javoblar qilasizlar. Aka, qancha qildilar ya'ni? 55 so'radim. 56 qilgan. Voydo, men 55 chamaq turdim hozir. Yo'q, endi 18 da. Ha, tushundim akajon. Aka 20 ni 70 millionga sotganini ham ko'rdim. 69 ga sotganini ko'rdim. Endi aytishingiz mumkin, aka unga pul zaril bo'lgandir, iloji yo'qligidan sotgandir deyishingiz ham mumkin. U gapingiz ham to'g'ri. Misol uchun mantiqqa to'g'ri keladi. Lekin buni ham olayotganim bari sal bo'lsa ham arzonroq olsam deysiz, qimmatroq sotsam deysiz. Maqsad shu-ku hammada. Demoqchi bo'lganim aka 56 niki zo'r narx bo'libdi. Qarab telefon qilishsa ustida gaplashasiz. Yetmagan nima bo'ladi? Masala shunda. Yetmagancha bir oy kutib turamiz. Bo'ladi. Hozir aytayapman-da, o'zingiz ham eshitasiz, xabaringiz bor aka, 2015-2016 kraskasi toza Nexia 2 larida 65 ham so'rab turganlar bor bozorda, o'zingiz ham bilasiz. O'tgan safar ham akanikini qo'yganmiz, 55 ga ko'ndirib berganmiz, akam 65 deb turgan, bilmadim endi. Demoqchi bo'lgani, uni olgandan ko'ra mana Nexia 3 baribir Nexia 3 keyin bo'l yil aka, bu 18. 18, motor yaxshi, motor qilingan. Mana Nexia 2 dan ko'ra mana vid borda baribir. Shunday shu. O'sha gap akalar, ko'ringlar, savol javobni o'zlaring qilasizlar. 56 ga berilmagan debdilar realni. Endi qolganini savol javobni o'zlaring qilasizlar. Nomeringiz? 90 310 49 94. Telefon qilasizlar. Mos yo'q. Yo'q, takim tom. Oldi kriloda dedingizmi? Ha, Ikkita oldi kriloda. Nima bo'ldi? Qisilib qoldingizmi? Mo'jiza bo'ldimi? Nima bo'ldi? U avvalda bo'lgan gasda bo'lgan. Eski gasda bo'lgan. Nariklarni o'zim qilganman. Ha, addendan bo'lgan, ha. Xo'p, ikkita krilo addendan bo'lgan akalar. Chunki ikkita kriloni birdan bo'ldirsangiz, o'rtada qisilib qolgan bo'ladi, boshqa variant yo'q. Bu yerda parokda dedingizmi? Ana unda tagida? Berdami? Qolgan joyi yaxshimi? Kalinkada? Eshigida ham bor ekan aka, eshikka ham o'tgan ekan sal. Xo'p, ko'rib olasizlar, o'sha gap ustingiz bilan. 2019 aka. 2019 Nexia 3. 90 talik metani har doimgidek bor. O'zimizda 25 nomerda akalar. Ana bu 95 ham chiqib qolyapti, 85 ham chiqyapti, bilasizlar. Defektorlar qo'yilgan, salonlari, xo'p, akvaprintlar qilingan, sidena yaxshi holatda hali. Bismillah, probegini bir qarab o'tamiz. Probegi 311 ming yuribdi o'zi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Aka, xudo xolasa boshqa xarajati yo'q nasib. Kapotiga o'tmaganmi? Yo'q, Kapotiga o'tmagan. Narx qancha?
72 deyapmiz. 72 2019. To'rtta balon yaxshi holatda. Yangi 72 kraskasi bor ekanda boyaga. Qancha qilishdi? Realni. 62 63 qilishdimi? 65 ga berganman. Voy dod, ana sizga. Yaxshi qildi-ku. Nasiyasi bormidi? Yo'q, narsa yo'q, naqdga. Naqdgamiz. Ha, voy. Hozir gen oformit qizg'in emasmi? Hammasi bo'laveradi. Bu bo'dak. Zerikkancha gen beraman deysiz-da? Zerikkancha. Zerikkancha gen berishadi. Bilmay qoldim akalar, hozir men nech pul naqd so'rashdi? 65 ga bermadim debdilar. Shunaqa? Shunday. Qayerda mashinasi? Jizzax zo'mi? Jizzax zo'mi. Garaji bir gal. Ana bermadim deyishadi-ku, balkim bermaganlarga ko'ndirarsiz, balkim undan kamiga ko'ndirasiz. Ustida savdosi bor. Bir oygacha nasibam ko'mam yetmaganiga. Yetmay qoldi. Misol uchun 10 million, 12 million pul yetmadi bir oygacha. Bo'ladi. Unisini ham gaplashsa bo'ladi. Qiziqqanlar aka nomeri bor, aloqaga chiqasizlar. Nomeringiz? 99lik 045 3070. Telefon qilasiz. 68 millionga 2011 avtomat lyuki bor, erda bu yerda anaqa tosh degan pitnochalari bor. Lasetti sotildi. Endi nimasiga ko'rsataymi? 66 millionga Nexia 2 akalar 2014 ta. Voy, mana turishini qarang. Aka idealmi? Top tozda idealidan. Montaj mana kilometrlarga chiqtiribdi akalar. Xo'p, gibrid, gidravlika bo'ladi. Mana sizga Nexia 2 so'raganlarga. Hamma narsasi o'ziniki, kelasiz, ko'rasiz, savol-javobini o'zingiz qilasiz. 55 ming yurgan Nexia 2 akalar bozorda menimcha bundaqasini topa olmasangiz kerak. Kalti bering aka. Ana sizga. Bismillah. Mana 54 ming akalar mashinamiz. Salonni ko'ring, yap-yangi. Voy, bundaqasini hozir iltimosga ham topolmasangiz kerak. Yana ham bilmadim. Saqlab qo'yganlar bo'lmasa agar, lekin qolganini bilmadim. Ko'ringlar, savol-javobini o'zingiz qilib gaplashaverasizlar. Haydoring boy aka tegmaydi. Mana sizga. Olgan odamga ham, sotayotgan odamga ham barakasimiz. 66 kelishamizmi? 66 million kelishamiz, savol-javobi bor. Realni qancha qildi? 50 million so'rashdimi? Realni. Yo 50 million zot so'rashdimi? 59 yarım. Voy dod, 60 ga chiqdi salkam. Bermadingiz. Qancha chamanda? 66 dan ozmoz o'tib berishmi? Endi ular qilganiga ishonmayman-da, ular hozir aytaveradi ular. Qarang. Gen aformat qiziq emas. 66 dan o'tib berayotgan joyi bor. Shu 60 ga ozroqina qo'shib chamaq turibdi akam. O'sha gap yuraklaringda agar shunga nisbatan jiz desam bo'lsa, bosib olinglar. Bo'lmasa, boshqasini ko'raverasizlar. Nomeringiz? 97 905 05 15. 2015-yil akalar Cobalt so'raganlarga nima deymiz buni? Atachento deymizmi, Travertin deymizmi akalar? Ana sizga. Lekin dabdala qilib sifatida kim sipgan bo'lsa ham bor-ku. Endi sariq Cobalt to'g'risi ancha bo'ldi sariq Cobalt ko'rmaganimga sirazi ko'zga tashlandi. Keldim, promoy video qilgani. Xo'p, 2015ligini aytdim-a? 2015 mana sizga rullari 538 ming probeg, mexanika bo'ladi, monitorlarni ko'ring, abagreiflari bor ekan. Voy, patologlargacha ham alkantara qilishibdi. Registratorlar bor, kabellari yo'q ekan. Xo'p, bitta masala bo'lyapti akalar. Hozir katta mashinalarni ko'rganman, ya'ni Isuzu'larni ko'rganman, Isuzu'lardan so'ragan edim. Aka, mana bu probegi 9 bo'lib qotib qoladi-da, bilsalaring, ha? Mana bismillah qaniydi? Onangga ishlab ketdi mana. Qaniydi? Короче, probegida, ishqi probegi 999 bo'lib qotib qolgandan keyin qotib qoladi. 999 dan 00 bo'lib kutmaydi avtomatik. Siz uni keyin programma qilishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Bir xil aytibdi, "Yo'q, aka, Cobaltda unaqa emas", dedi mana bitta aka. Aka, katta mashinada shunaqa bo'ladi, bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Agar programmist bolalar bo'lsa, komment yozib bitinglar, xursand bo'lamiz. Lekin mana shayton jam bo'libdi akam. Xo'p, akalar, lekin bilmadim. Sariq, ko'ringlar, qiziqqanlar, savol-javobini o'z nomerlariga qiziqib, narxlarini so'rab berib ketamiz sizga. Mana sizga motorlardan. Assalomu alaykum. Aka, nima narxi buni? 53 million. 53 million so'm. 2015. 15. Aha, kraskani o'pshiga bari ko'rinib turibdi 100%. Unaqa sashnovlar yo'qmi? Yo'q. Ana o'sha sariqqa Bu yelkan paytlar ananga reyt tushib qolgan vaqtlari bu yerga. Lekin kim sepgan bo'lsa ham dabdala qilibdi-da. endi o'sha paytlar sepilgan eski. Hozir Atachento, Travertino desa bo'lar ekanda buni, bilmadim endi. Narx 53. Yana o'tib bergan joyi bor. Ayting nomer. Luboydagi bo'ladi. 229 90. Kodi bilan 90 229 1970. 1970. Vikipga ham chiqadi. Nima bo'ladi boshidan? 15-20 bo'lsa chiqadi. 15-20 million bersa yig'ini gaplashaveramiz. O'zini pulinimi? O'zini pulini bo'lib berishgan. Misol uchun 1 yilgami, yarim yilgami yig'ini kelishasiz. Telefon qilasizlar. 2010 $5,5 ming dollarga yana bitta ega. Egalari ukajon o'zing video qilaver, bizda ko'rsatmay qo'ya qolib deyishdi, o'sha yerda qolishdi. Qolganini ana sizga biz ko'rsatib o'tamiz. Metanda anunda qaraydigan vitroklari ham bor. Ana sizga ichlari bilan ustilari, hozir qolganlarini ko'rsatamiz.
Xo'sh, Epica so'raganlarga birdaniga ikkitasiga. Bunisining narxi 5,5 ming, yana ham kelishayotgan joyi bor ekan. Avtomat korobka, probegini hozir bir qarab o'tamiz, kalt ichida bo'lsa. Buni ham lyuklari bor variantidan, registratorlari обязательно bor. Bismillah. 219 ming. Voy, shikalatku, ha? Maydoqlar, avtomat korobkaligini aytdik. Bismillah, bunda ham abagrev hamma narsasi bor. Boyaka, assalomu alaykum. Tashamadingiz, sog'ligingiz yaxshimi? Hozir. Mana sizga. Ko'ringlar, qiziqqanlar, savol-javobdan qilaverasizlar, 5,5 ming. Shiptamisiz? Hozir nomerlarini olib beramiz, sizga gaplashaveramiz. Telefon ayting. 91 567 69 telefon qilasizlar. 180 million. Kelishamiz yana. Kraska? Toza. Yurish-turishdan muammosi yo'q, motor deyishinglar. Xo'p, ABS'lari bor, mexanika variantdan bo'ladi. Cobalt so'raganlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Voy, pachkasi chiqmayapti. Naryoqda bitta pachka chiquvdi. U ham 25 ekan. Egasi yo'q ukajon, qo'ya qol, videoga olma, o'sha bizniki salon narxi bo'lib turibdi deyishuvdi. Shuning uchun uni videoga olganim yo'q. Ichida akalar konditsioner muz o'tib turibdi. Xo'sh, 187 ming probeg. Registratorlari yo'q, lekin mejigarlari turibdi. Mexanika variant bo'ladi. Salon narxi 6 ming. nomer. Tak, ma'lumotlarni aytingiz bo'yicha. Ayting, yo'q. 187 ming yurgan, kraskasi toza. Metanda gain onlayn davrida liboy narsa bo'ladi. Ayting, narxi. Egasi o'lgunicha qilib beraman. Nima desam? Narxini ayting. 80 millionda. 80 million. O'tamiz yana. Nomer ayting. 97 126 22 55. Telefon qilasizlar. 510. Ha, yuring, men 37 33. 2000 nechi? 2011 yili. 2011 yil. Bitta Krilosa kraskasi bor. Epica so'raganlarga akalar davom etamiz. Unisi ham bor, Sabon aka? Bor, ha. Unisini ham qo'yaramizmi? Xo'p. 11 aldi 10 Krilosda kraska bor. Qolgan joylar yaxshi. Yurish-turishdan muammosi yo'q. Propangal. Dokumentdan ham muammo yo'qmi? Epica quymading bitta obunachimiz ko'rib qolganda aytdilar, akalar mana Epica. Muammosi yo'q. Epica chiqsa akalar muammosi yo'q, qo'yib beramiz. Xo'p, yana nima so'rashuvdi? Tiko so'rashuvdi. Tikoni ham topsak qo'yib beramiz akalar, muammosi yo'q. Bismillah. 331 ming probeg bo'lgan. Avtomat korobka. Mana sizga Epicamiz. Tippasi endi bilasizlar, bular bo'yvachchalarning mashinasi bo'lgan vaqtida lyuklari bor. Men avarenkasiga mazza qilaman. Mana yerda avarenkasi. Abagreflari anaqada bo'ladi. Eshikda bo'ladi akalar. Ko'rib turaverasiz. Tippasida lyuklarni aytdik. Mana sizga orqasini polni spalniy xona qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bismillah. Propanda ekan. Sabon aka, qancha dedingiz? Ha. 6000 kelishamiz yana ham. Nomer 97lik 6000 kelishamiz. 97. 97lik 126 22 55. 126 22 55. Telefon qilaverasizlar. Bunisi-chi? Hozir uni Bunisini so'raylik, keyin aytamiz, ha. Kraskasi-chi, kraskasi. Kraska bitta 10 kilo. 10 kiloda bor. 2016. Gentra so'raganlarga akalar davom etamiz. Avtomat korobka, hozir ishlariga endi o'tamiz. Mana shu joyni ko'raverasizlar akalar, ustida kursdasiga yetkaziladi. Yurish-turishdan muammosi yo'q, ha? Mashinani yurish-turishdan muammosi yo'q. Dokumentdan ham muammosi yo'q. Lyuki bor, avtomat korobka. Voy, ichlari konditsioner chaki. Bir pas o'tiraylik. Havo bugun isidi, lekin rostdan ham havo isidi. Boya Instagramga istoriya qo'ydik. Havoni o'sha masalasi bugun bo'lyapti. 222774 kilometr. Tabloni qarang. Avtomat korobka, Pioneerdan qo'yilgan. Mikrofonchalar ko'rindi, registratorlar ko'rmadim cho'ta. Mana sizga ichlari bilan siren chexollari yaxshi, tipada lyuklari bor variantdan konditsioner, lekin yaxshilab turibdi. 3 skorda turibdi ekanda, teng bor. Avtomat abagreflarni ko'rib o'tdik. Aka, mana rulda ham ishlayaptimi, hamma narsasi ulanganmi? Rulda голосовой ishlamasa kerak-ku, ana zokni ko'tarib tushirish menimcha ishlaydi hammasi. Ko'ringlar, qiziqqanlar savol-javob qo'shimchasini o'zlaringiz qilib olaverasizlar. Narxini ayting buni. 6800. So'mda ayta qoling, qiynamang miyani. 6800 o'zi ko'paytirganimcha. So'mda ayting, ha. Oxirini ayting, iloji bo'lsa. 80 million. 80 million so'm. 2000 16. 2016 80 million bo'yiga qimmat-ku. Bo'lib ichki beraveramiz buni, faqat naqdga. Yo'q, bu naqdga. Bo'lib ichki beraveradi. Yetmaganni o'zimiz tutasiz-ku, baribir. Ha, yetmagan. Qanchagacha? Shu 4 oy. 3 oy. Bo'l, 3-4 oygacha bo'lib ichki bor ekanda, aka. Endi uzoq, muddat uzoq emas-ku. 3-4 oyga akalar, 4 oy bo'lsa shu dekabrgacha amallasalar ham bo'ladi. Yo'qmi bo'lishga? Etkadigan odam bor. Bo'lib ichki beraveramiz. Bo'l, ayting nomer. 95lik 95 102 102 9912. 9912 aloqa chiqarasizlar. 800 o'zi kutasiz. Ha bu. Bo'ladimi? 2010. Xo'p, Captiva 1, Captiva 4 qilingan variantidan
Jizzax, Zomilion, Ko'pkariga bor ekan akam bor o'shaniki. Hozir nomerigacha ko'rsatamiz. Akam aytibdi, "Gen ham beraverman aka, o'sha nomerimdan yuraversin, muammosi yo'q, qiziqmas" deyishdi. Voy, nomeringiz qayerda turibdi? Bagajdami? Nomer? Qayerda? Ko'rsatamiz-da uni. Boya va'da qilingan gap lekin. Beraverasiz, maylimi? Boshini ko'rsatmaymiz. Ha, mashina nomerni boshini ko'rsatmaymiz. Bu 25 lik hamma biladi-da. Xo'p, ikkita 65 talik bor akalar. 25 lik hamma biladi-ku. Ha, chunki zomindan deb aytib qo'ydim-da men aka. Ana ko'ring. XX mi o'sha? XX beraveramiz-a? Yashang. XX beraverlarda. Mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Mers, avtomat korobka. Qancha yurdi bu? 280 yurgan. Antiradar beriladi, registratorlari yo'q, mijigarlari bor, tepasida lyukigacha bor, xudo xolasa. Bo'y aka, bo'ldi o'tiring. Rahmat. Salomat bo'ling, charchamang. Narxini ayting. 7800. 7800. Oxiri taqilgani. Ha, sizdan chiqarib yo'l kirasini o'tib beramiz. Aha, yashang. Qancha bersa qancha bo'ladi? 5000 bersa, 3000 qo'la. 2800 qo'la. yo'q, 3000 qolsin. Voy. 6 oy kutaman. Tushunyapsizmi? Agar bo'ldi. narx bo'ladigan bo'lsa o'tib beraman. Ha, narxga yana o'tib berayotgan joyi bor. Mobodoga nasiya bo'layotgan bo'lsa, necha oygacha? 6 oy. 6 oygacha. 6 oygacha. 3000 da 6 oyda bo'lib bersin. 6 oyda bo'ladi. 500 dan tushadi. Xohlasin oxirida bitta qilib bersin, xohlasin oyma uchun. Va'da. Va'da. Bo'ldi. Anandaqa va'dadan qaytgan. Ya aka, joni sog' bo'lsa, men sizni bilganim uchun to'xtadim. Bo'lmasa bilasiz. Xabaringiz bor o'zingizdan. Ko'ringlar qiziqqanlar, nima motor bu? Bu Travers motor qo'yilgan. Travers motor qo'yilgan, motor almashgan dedingiz-da boya. Mana Captiva'ni ko'ring, qolgan masalasini o'zing gaplashasiz. Panilovka hamma narsasi bu. Ana ichkarida nomer kimniki unda? O'ttiz Samarqandskiy nomer. Bunikimi? Muammosi yo'q hozir bunikini. Bo'ldi. Akam o'ziga telefon qilsalar, ana rasmlari bilan, nomerlari bilan tashab beradi. Lekin nomer allambalo nomerdilar, XX da oxirdilar. Ko'ringlar gaplashaverasizlar. Nomeringiz? 95 lik 102 9912. Telefon qilasizlar. 18 deysizmi? Ya, kishingiz ko'rinmaydi. 18 midi? Avtomat korobka. Qancha yurgan? 3 kurib yurgan. Kraska qayerda? Toza kraska. 68 ga bermaymiz. 70 achamaysiz. Mana sizlarga akalar Nexia 3, Shokosvet, kraskasi toza, avtomat korobka. Probegi 3 kurib dedingizmi? 3 kurib. 68 millionga bermay turibdilar, 70 bo'lsa beraman debdilar. Endi ruxsat bermanlarda, emasam nomerlarini olib boshqa narsa qo'yib berardi akalar. Rozi bo'lasizlar, salomat bo'linglar. O'sha gap egalar ruxsat bergandan olamiz har doim. Orqada Cobaltimiz ko'rsatmadik, egalari ukajon kerak emas deyishdi. Avtomat korobka 21 200 ming yurgan adashmasam, plus minus. Kraskasi toza deyishdi. 105 million sotayotgan odam, olayotgan odam. 110 million sotayotgan odam qilib turibdi. Hali ishi pishmadi-yu, videoga olamiz ham egalari yo'q deydi. Prosta tak narxlarni bildik. Ma'lumot shu. Salomat bo'ling, xudo xolasa davom etamiz. Bugun bozorimiz katta lanj. Bir ikkita Sirdaryolik akalarim kelishgan ekan, ulardan ozroqgina ma'lumot olsaylik, "Uka, kecha Sirdaryomiz yaxshi bo'ldi, lekin Jizzax bozor bugun unaqa emas" deyishdi. Endi bilaman, hozir qavun tarvsal narxi oshgani uchun Sirdaryo yaxshi bosayotgandir. Shuning uchun biz sotilganlarni qidirib yuribmiz, xudo xolasa davom etamiz. Ketdik. Shirin hammaga. Uyalaman. Shu aka hammaga kerak uchun sotilyapti, iloji yo'qda. O'shaning uchun uy ham qo'ygan. Qarang, narxini bitta o'ylab turmangacha video qilaman, yig'in gaplashamiz. Bo'ladimi? Narxi 115 deb qo'yib berdim. 115 mi? O'tib berasiz yana. Yo'q, bo'ladi. Endi o'tib berasiz aka. Qaranglar, 23. 20 emas, 21 emas, 22, 20 boshqa narsa emas. 23 akalar mexanika Gentra so'raganlarga. Dehqonni o'zidan birinchi qo'l. Aka, gen aformat qiziq emasmi? Любой dokument beriladi. Gen aformat qiziq emas. Bismillah. Muzikani o'chirib qo'yamiz. Ukajonim, assalomu alaykum. Probegi qancha edi? 132 ming probeg bo'lgan. Xo'sh, mexanika bo'ladi, abogreflari bor. Dehqonni o'zidan ko'ringlar, kraskasi top-toza, toza uzra, kraskasi bor berdi, o'z ko'rsatamiz. Yurish-turishdan muammosi yo'q. 100 talik metani bor. Kraska qayerda akam? Bunisida ham, bunisida ham. Shetdan faqat beg'larga o'tmagan. Yo'q, o'tmagan. Lekin beg'larga qo'shib sepilgan. Aytlarga qo'shib sepilgan. Ha, chunki iloji yo'q-da. Rasm bormi Mobodoga? Nima rasm? Ha, o'sha turtirgan joyning rasmi yo'qmi Mobodo? Uy ham bor, ko'rsataman. Ko'rsatamiz, egasi ana olayotgan odamga. Qo'yinglar, akalar 115 million, akam ozmoz o'tib beraman debdilar. O'zi taqilganda ular, men ozmoz o'tib berasiz dedim. Ma'lumotini eshitdilaring 23 akalar, 20 emas, 21 emas. Nomeringiz? 99 558 558 0787. 0787. Bo'lsa ko'rsatamiz. 1 minutga endi. Sotdingizmi? Assalomu alaykum. Qanchaga? 10 ming 400 yili. Barakasini bersin, salomat bo'ling, taydan shamol o'tirsin. Aka rahmat. 10 ming 400. Mexanikami avtomatmi? Avtomat ekan. Olgan odamga sotgan odamga barakasini bersin.
Yana bitta Gentra'miz akalar, savdosi bo'lib turibdi. Egalarning oldiga bormaymiz. Mana shu yerdan video qilamiz. Probegini ham ko'rsatamiz. 2019 83 millionga kraskasi bor deysiz. Ikkita shunda detalda kraskasi bor deysiz. Mana yerga tovuq qo'yishgan. Bo'stalarning ovozi var qiladi ekan shunaqasidan. Mers rul, mexanika bo'ladi baribir 126 ming yurgan mashinamiz. Olayotgan odamga, sotayotgan odamga barakasi bersin. Tepasida lyuklari bor. Ya avtomat ekan akalar, uzra, avtomat korobka ekan. 93 millionga. Boy ekan? Kraskasi qayerda dedingiz? Kirila eshik. Kirilgan eshikda. 93 mi narxi? Avtomat korobka. Barakasini bersin. Chopdi. Assalomu alaykum, o'rmanglar. Xo'sh, Cobalt savdosi bo'lib turibdi. Hozir bir qarab o'tamiz. Qayerga o'tib bering? Qayerga? 80 dan 4 million o'tyapman aka. Qayerga o'ting, bering. Hozir savdo paytida bu. Qayerga bir o'ting chiqadi. Salom aka. Davay, oling. Ya, eshitdim. Ma'lumot ayting. Ma'lumot 15-80 million deyishadi. 4 million so'rayapti. O'tib beryapti, lekin bitmayapti. Ana. Bo'ladiganini ayting deb yana so'rayapti akalar. 500 ming so'm. Yashang. Xo'p, 2015-yil 80 milliondan yana 4 million o'tib ketishdi. Bo'ya adashmasam mana videoga olgan edik. Bilmadim. Sotilib ketdi. 76 million ketdi. 76 gami? Barakasini. Bo'ya videoga olib ketdi-yu buni. Barakasini. Ko'ring, 2 marta. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham barakasini bersin. 2015 boya videoga olgandik, bari ixtirochot olib qo'yaylik, bir xillar to'liq gapirmading deyishyapti. 187 ming probeg. Sabon aka kraska qayerda edi? Olgan odamga, sotgan odamga barakasini bersin. Kraskasi istalmadi akalar, telefonda gaplashyapti. Mana bitta ma'lumot shu video qilyapmiz. Gentra 2018 kraska bitta moldingdan pastida bor berdi. Qolgan joyi yaxshi. Pakelina metan qo'yilgan. 4-pakelina metani bor. Xo'p, sotadigan odam 75 aytyapti. Oxiri taqilgan. 80 so'rab turibdi. Oladigan odam 70 million so'rab turibdi, berishmayapti. Vikipkachilar aralashdi, iloji yo'q deyishdi. Probegini qarab o'tamiz. Assalomu alaykum. 331 ming ekan probeg. Mexanika variant bo'ladi. Olayotgan odamga ham, sotayotgan odamga ham barakasini bersin. Bozorimiz shunday. Biz davom etamiz. Manchil Cobaltimiz bor akalar, yana bitta Cobaltdan. Ana bozorda orqasiga kelmading deysiz, mana arqamda bitta mana mashina bor, bu ham sotilmaydi akalar. Mana oxiriga kelamiz. Mana 3 ta mashina turibdi. Endi o'tirasiz qarang, bitta savdo, u tarafda, mana bu yerda savdo. Короче, bo'ladi. Bozor ja unaqa avjida emas-u. Ana nasibga yarasha deymiz-ku. Yilnicha aka? 20. Ishi yo'q. Kraska? Kraskasi bor, ya buyoqlarda bor. Bir ayol kishi mingan. Aha. Plus minus necha foiz? 30% bor. 30% bor. Yana kelib kursa bo'ladi. Ha, bemalol. Xo'p. Dokumentda muammo yo'q, ha? Qaranglar, 4-pakelina metan qo'yilgan, ABS bor, avtomat korobka, Cobalt so'raganlarga davom etamiz. Balonlar yaxshi turibdi. Ayol kishi mingan, endi ayol kishi bilasizlar. Ana bir xillar aytadi, zo'r deydi. Yo'q, ayol kishi baribir sal-pal eg'beg'iga qaramasdan minadi, erkakka qaraganda. Xo'p, salonlari yaxshi. Salonlar akkuratni turibdi. O'rta akfa printda qilingan, barlari bor, monitorlar qo'yilgan. Probegini bismillah 227 ming probeg bo'libdi mashinamiz. Tepada registratorlari ham bor. Boy aka so'mda qancha? 96 million so'm. 2020. 96 million so'm, yana o'tib berayotgan joyi bor. Kam kursini gaplashasizlar. Yetmaganiga birovgacha qarab turishga mumkin bor. Gen format qiziq emas. Nomeringiz? 99. 838 47 77. Qancha qilib ketdi? 90 qoldi. Bermadingiz. Yaxshi-ku, yo nasiyasimi bundancha? Yo'q. Ozgina bor, biz mo'ljal. Ozgina bor. Siz mo'ljalingizga ozroq bordi. Ko'ringlar, qiziqqanlar telefon qilasizlar. Bilmadim. Yo'q. Yo'q, olmadi. Ketvardi. Xo'sh, davom etamiz akalar. Gentra so'raganlarga 2015 Gentra. Kraskasi qayerda dedingiz? Krilo kapot. Qaysi kapot? Qaysi krilo? Kapotda qaysi kriloda? Bu tarafda. Qaysi kriloda so'rayman deb issiq o'tda akalar kapotni ham so'raverdim. Balonlar yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Ketdimi, sotdimi, qaytdimi? 1 minut aka. Uzang kurs so'rayman bemalolmi? Assalomu alaykum. Qanday bo'lgan akalar? Tinchmisizlar? Nima? Probeg yil 49 ming yurgan. 149 ming yurgan. 23. Avtomat korobka. Gentra. Qancha? 125 million. 125 million taqilgani. 23. Avtomat Gentra. Toza nasib. Bizni kanaldan chiqib nimadir o'tib berarsiz? Ayting menga.
95 469 47. Telefon qilishgan. Akalar, charchamanglar, yaxshi yetolinglar. Salomat bo'linglar. Xo'p, Sirdaryolik akalarim. Ko'ringlar, biz mana Gentraga qaytamiz. Kapotida Krillosda kraskasi bor ekan. 2015. Mana sizga. Buni narxi 70 million so'rashyapti, 68 milliongacha qilib beramiz deyishdi. Mexanika, monitorlar 379 ming yurgan ekan. 379 ming. Mezoni bor 100 talik. Shlangasini ham beraveramiz. Optira qo'yilgan. 70 million o'tib bergan joyi bor. Ha, savdosi bor. 70 o'tib bergan joyi bor. Kapoti bilan Krillosda kraskasi nima akalar, bu yog'ini savol javobni qo'yasizlar. Nomeringiz? 99 99 556 556 57 36. 57 36. Qancha Qancha chiqib ketadi agar qanchagacha qilib bermadingiz? 17 savdo bo'ldi. Ustida. Nima bermadingiz? 17. Siz ham ana akalar o'sha 500 ming 1 millionga talashdingizmi? Ana o'da pulini chiqmay qolib, variant o'pga beraman deb Ana gap bo'lmaydi. Ha. Shunda yana Beklanmagan. o'g'il bolacha hangama bo'lmagan ekanda salkam. Mana bu qissasida bor puliga qilishmagan. Pulim bor, keyin unday pulim bor deb. Ha. Yetmaganiga qanchagacha? Bir oy, 3 oy ketaveradi, farqi yo'q. Yig'ini gaplashadigan bo'ladi, telefon qilasizlar. Nomingizni aytdik-a? Ha. Bor. Yana o'zini kalinkasiga. Kalinkasida bor. Kalinkasida. Bo'ldimi? Xo'p, akalar 15-yil Gentra so'raganlarga. 14mi 15mi? 14. Tozami? O'shani pitnocha demasangiz akalar toza yig'i, bemalol. Men bilmadim, pitnoni toza deyish kerak, tozani pitno deyish kerak, bilmadim akalar. Xo'p, ozroqgina issiq o'tdi, rozi bo'lasizlar, gapimizda chalkashib qoladigan bo'lsanglar, bismillah. 327 ming probek o'ziniki deyishdi. Gentra so'raganlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Qaranglar. Nomerni tushirmaslikka harakat qilamiz, nomerni aka tushirmadilar. Lekin o'zimiz Jizzaxda emas, Jizzax mashina Jizzaxniki emas. Taglarini qolgan hamma joylarni ko'rsatamiz. Balonlarni ko'ring, yangi holatda. Egalari 70 million so'rab turishibdi. 65 gacha so'rabdi, akam bermabdilar aka. Chama qancha unda desam, 68 deylar. Bermaganingizga o'ylab ko'rar ekansizlar, yaxshi narx qilib desam, akam yo'q dedilar. Endi qolgan masalalarni o'zlari bilan gaplashasizlar. 65 ga realni bermadingiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz, aka aloqa qilib qo'yasizlar. Ayting nomer. 88 540 540 22 25. 22-25. Xo'sh, 19-yil Gentramiz bor akalar, Gentra so'raganlarga. Avtomat dedingizmi buni? Ha, akalar avtomat bu. Kraskasi qayerda? Qaysi tarafda? Qaysi tarafda? Stamondami? Bu tomonda akalar kalinkada bor. Qolgan joy yaxshi. Kelasiz, ko'rasiz, savol javobini o'zlaringiz qilib olaverasizlar. Xo'p, 3-pokoleniya metan qo'yilgan akalar. Avtomat korobka, ABSlari bor variantida-na. ABSlar qancha nima qildi? Metangami? Metaniga 2 oy bo'lib qo'yilganiga. Xo'sh, nimasini ko'rsatamiz sizga? Mana sizga ichlari bilan tepasida luki bor, avtomat korobka, Bizabakrev. Probegi 179 ming. Abagrev yo'q ekanda buni? Sidinasi tekkani yo'q ekanda? Sidinasi tekkani yo'q. Ayting narxini. Narxi 110 million kam bor. Kelishamiz. Kelishamiz. Qancha qilib ketdingiz o'yi? Bozor 104, 105 qilyapti. Nima bermadingiz? Naqd pul bo'lsa beramiz. 106 qilib beraman oxir. Kelish rastaga noz bo'lgan. 105 million ekanda. Tiniqqa nima deymiz? Tiniq ekanmi qilib. Bilaman. Siz uchun kamlik qiladi, ular uchun qimmat qiladi. O'zim nomda Bozorda qaranglar, bozorda ko'rib kelganlar bo'lsa, mabodo bozorda bugun kelgansiz, aylangansiz. Tugadi bozor salkam, soat 1 bo'lyapti. Aylanib ko'rgan bo'lsangiz, narxlar surishtirgansiz. Bitta ko'ring, ma'qul bo'laysiz, yangi. Endi bir gap aytaman, akam shunchaga bermam turlar. Ustida savdo qilasizlar. Mashinani ko'raman. Qayerda adres? Baxmal qayerda? Arazot. Tomotorda. Kamardan unga qarab ketamiz. Yerga do'stmat qarab ketishda. Endi yaxshi bilaman. Nima edi, bir bola plaza degan to'yxona borsalarda. Osiyo plaza. Ya'ni ana yerda shunda o'ngga burilasizlar, Baxmal sharob. Barato'la yarimta qitcha ham zavod ishlayotgan bo'lsa, degustatsiyaga ham kirsalar ham ular. Ulfatman. Magazincha ham bor deysiz-da. Ko'ringlar, qiziqqanlar gaplashasizlar. Nomeringiz? 99 557 2057. Telefon qilasizlar. 2020 20 toza 78 millionga. 2020 78 millionga kraskasi toza. Mexanika ekan. Zo'r. 78 millionga 2020. Probegi qancha aka? Probegi qancha katta aka? 2 kruk. Barakasini bersin. Salomat bo'linglar. 103 million bermaydi. Besh ekanda bo'lsa sizniki. Endi bermaganingizga o'ylab ko'rarsizlar, balki 100 ga so'rab ko'rar, aka unisiga menga bermayman. 22 dedingizmi? 21-yil Gentra bor akalar, Gentra so'raganlarga. Kraska qayerda? Toza. Ustasiga hammasiga javob. Mashina hali benzinda, luboy usta, luboy proverkaga javob.
mexanika, abogref, salonlarga CD koordinatdan taqishgan, monitorlari, uzra, audio sistemasi bor. 89.000 probeg. Abogreflargacha bor. 89.000 mi aka? 89.000 ko'rdim. Dokumentda muammo yo'qmi? Qayerdansiz aka? Mo'g'ul tarafdan, ana tarafdan, shoshmang, Kongotar tarafdan. Dusmatga yaqin ekanda, yo Bulung'urdanmi? Dokument o'ta Samarqandda Bulung'ur bo'ladi-da. Bulung'ur bilan chegarada. O'shada Dusmat bilan chegarada Bulung'ur. Ana qabristonni oldidan shuni ana postkachadan o'tgandan keyin qarab ketasiz turibsiz aka. 103 ga bermadingiz. 102 103 ga bermagansiz. 105 chama. Qo'shilsa ber. Egalarining o'zi 110 so'rab turibdi. Ko'ringlar, perismen sonasida dehqonchilik. Dehqonchilik. Telefon qilasizlar akalar, nomeringiz. 95lik 95 430 430 81 81. 81 aka aloqa qilib qolasizlar. Xo'sh. 50 ming yurganda mana bu bo'yamaqdan ko'rsatdik Nexus 2 dan ikkita. Xo'p, akalar mana shu tugatsak ham bo'ladi bozorda. Salomat bo'linglar. Kam ko'rsatga rozi bo'lsa, katta mashinalardan bugun video ko'rmaysizlar. Kichkina mashinalardan ko'rsatdik. Matiz ko'rsatdik, Tico ko'rsatdik, qizig'i, Matiz ham ko'rsatdik. Cobalt, Damas, Labolardan ko'rsatdik, xudo xolasa qo'ldan kelgancha vaqtimiz yetgancha. Kam ko'rsatga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa tugatamiz bugungi bozorda. O'sha gap, sizlar podpishka qilib turib, laykni bosib tursalaring, kanalga podpiska qilib qo'ysalaring, biz qolganini davom ettiraveramiz. Salomat bo'linglar.